안녕하세요, 여러분. 사라쌤입니다. 오늘은 여러분들이랑 같이 토픽 2 쓰기 53번을 같이 볼 건데요. 자, 여러분. bugun sizlar bilan topic 2 쓰기 53-sini birga ko'ramiz. Xo'sh, e'tibor bersanglar, bu narsada sal boshqacharoq, ya'ni neon qismi odatda tepada bo'ladi. To'g'rimi? Tepada qo'sh tirnoqning ichiga yozilgan bo'ladi. Lekin bu yerda endi istisno qilib shu yerga yozib qo'yishibdi. No, necha to'g'rilab yozib ketamiz. Xo'p, kirish gapini yozayotganimizda birinchi bo'lib biz qaraydigan narsa bu cho'sa kegwan bo'lishi kerak. Ya'ni tadqiqot o'tkazilgan joy. Bizani holatda bu Hanguk Yesul Yonguso degan joy ekan. Birinchi o'shani yozib olishimiz kerak. Hanguk Yesul Yonguso. Endi joy nomiga nima yozishimiz kerak? Albatta, ya'ni mana shu joyda degan narsa kerak. Eso. Yonguso에서 kimlar orasidaligi birinchi yozilishi kerak. Lekin bizni holatda kimlar orasida tadqiqot bo'lgani aytilmagan. Srazu nima haqida bo'lganini yozishimiz kerak endi. Mazmuni mana neyo. 국내 공연 시장의 변화. 에서 국내 공연 시장의 변화에 대한 ya'ni mana shu narsa haqida mavzuyimizga doim haqida degan grammatika qo'shishimiz kerak. Deyam tadqiqotni qilishdi degan gapni yozsak endi bo'laveradi. 조사를 실시하였다. 자, endi undan keyin bo'lsa bizga kerakli narsa mana shu narsani tushuntirib berish bo'ladi. 공연 시장의 매출액. Bu narsani tushuntirib berishga o'tayotganimizda biz endi yozadigan gapimiz tadqiqot natijasiga qarasak degan gap bo'ladi. Va u 조사 결과에 따르면 degan gap yokida o'rniga 조사 조사 결과를 살펴보면 degan bo'ladi. Shu. Buni yozib bo'lganimizdan keyin mana shu tepasida turgan kichkina mavzuchasini yozib olamiz. 살펴보면 공연 시장의 매출액. Mavzusini yozib bo'lganimizdan keyin doim bizga innin kerak bo'ladi. Innin. 매출액은 hozir biz nima qildik? Yozgan narsamiz tadqiqot natijasiga qarasak, mana shu falonchi narsa deb oldik. Endi bu nima bo'lgan? Qanaqa o'zgarish bo'lgan? O'shani yozamiz. 2015-yil mana shuncha edi. 2023-yil bunga oshib qoldi degan gap kerak bo'lar ekan bizga. 자, 매출액은 yilni yozib olamiz birinchi. 2015-년. Ana. Endi undan keyin esa qancha bo'lgan? 340 ok deb qo'yibdi-da va nima bu? Bu sonlarda yozib qo'yilgan narsasi nima ekan? Tanvin doim yo chekkada yoki o'zi bilan biriktirib yozilgan bo'ladi. Tanvin degani o'lchov birligi. Von, demak vonda hisoblanyapti ekan mana bu narsa. 2015-yil 340 ok von esa mana shu narsadan 2023-yil. Yon nechaga oshgan? 1조 3,000억ga oshdi. Ga. Uru. Endi mana bu ma'lumot nima? Aytyapti taxminan 308 daraja deb qo'ygan. Endi mana shu ma'lumotni ham kiritib ketishimiz kerak. Endi buni qayerga qo'shamiz? Mavzusini yozib, shu yil shundan, shu yil shunga mana shu foizda oshdi deb yozishimiz kerak bo'ladi. Hozir biz shuni yozib oldik. Ya'ni bundan bunga deb oldikda, endi buni qo'shishimiz kerak. Taxminan yak 308배로 증가한 것으로 조사되었다. Endi mana shu darajada oshgan bo'lib topildi deb yozdik. Ingosoro 조사되었다 degani bo'lib topildi yoki bo'lib chiqdi degan tarjimani ham beradi. Hozir bizda mana shu qismi tugadi.
Endi bu qismga o'tamiz. Endi bu qismga o'tayotganimizda bitta tanlab, ya'ni nima desa bo'ladi? Paragraf tashlab ketishimiz kerak. Abzatsdan yozishimiz kerak. Xo'p, buni yozishni boshlayotganimizda ham kirish gapi bo'lishi kerak. Odatda bu narsa to'xan, iyo, so degan gaplar ishlatishadi. Men uni o'rniga shundoq mavzusini yozib olib, iliril po'myon degan gapni ishlatishni yaxshi ko'raman. Mavzusini yozamiz, iliril po'myon qo'shamiz. Bu degani, ya'ni mana shu narsani ko'rsak, bunga qarasak. Yozib olamiz. po'myon, 유형, 별, 매출액. 매출액을 보면 mana shu narsaga qarasak, endi bu yerda ikkita narsani solishtirish ketyapti. Techun 공연, ya'ni ko'chada bo'ladigan tomoshalar, KVE 공연. Hop, demak ikkita narsa solishtirish ketyapti. Bu yerda bizga 경우 degan so'z yordam beradi. 경우 degani ning holatida. Hozir yozamiz. Mana bu Techun 공연ning holatida 2015-yildan mana shundan 2023-yil bunga taxminan mana shu darajada oshdi deb yozishimiz kerak. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'p, mana shu narsani ko'rsak deb oldik. Endi buning holatida deb yozishimiz kerak. 대중 공연의 경우. Mana bu belgilab ko'rsataman. 경우ning holatida. Xo'p, 2015-yil 8 million bo'lgan ekan. Xo'p, ok에서 2023-yil 6,000억으로 nechi darajaga? Taxminan 750 darajaga oshgan ekan. 약 750 배나 상승한 것을 알 수 있다. 는 것을 알 수 있다 degani ligini bilsa bo'ladi deb tarjima qilinadi. Ya'ni hozir struktura jihatidan qandaydir gaplarimiz mos keladi. Chunki mana bu narsani qarasak, falonchi narsani bilsa bo'ladi degan struktura edi bu. Al su itta. Endi buni tasvirlashga o'tamiz. KV의 경우. 공연. Xo'p. 이어서 shuningdek degan ma'noni ham beradi. 이어서 그 외에 공연의 경우 여기 공연은 늦게치기 ham bo'ladi. 공연이 endi qarasanglar yili bir xili 2015-2023. Yana shu yillarni yozib o'tirgandan ko'ra qattin kelgan yoki tun kelgan degan so'zlarni ishlatsak bo'ladi. Qattin kelgan necha darajaga oshganini birovlar ko'rsatib qo'yibdi. Endi bu yerda nechidan nechiga aniq oshganini ko'rsatilgan, bu yerda ko'rsatilmagan. Shuning uchun yozmay ketsak ham bo'laveradi. Shunchaki 21 darajaga oshib qoldi deb yozsak yetarli bo'ladi. 21 pena 증가하다, 상승하다 yoki 늘어나다는 ishlatsak ham bo'ladi. 늘어난 yoki 올라간 늘어났다 deylik oddiyroq. Shu. И дальше. Vonin. Sabab yozish quyidagicha bo'ladi. Endi e'tibor bersanglar, bu yerda K-pop의 인기 확산, K-popni mashhurligi kengayishi deyapti-da. Ya'ni mana shu narsa orqali nima bo'pti? 공연 횟수. Mana shu narsa oshib ketdi ekan. 공연장 수 tepaga strelka. Bu tepaga strelka degan narsa bu doim oshdi degan ma'noni beradi. 공연장 수 demak tomosha joylarini oshgani. Ana shu narsa orqali 공연장 접근성 tomosha ko'rishni iloji borligi oshib ekan. Haqiqatda joylar ko'paysa shunga yarasha yana tomosha ko'rish foizlari ham oshaveradi. Shu narsani qanaqa tushuntirib bersak bo'ladi?
xohlasangiz alohida paragrafda yozsangiz bo'ladi bu narsani. Lekin mm, juda g'alati bo'lib ketishi mumkin. Mayda-mayda qilib ajratib yuborgan bo'lamiz. Shuning uchun buni tushuntirgan paragrafimiz bilan voninni bitta qilib yozsak ham hech narsa qilmaydi. Vonin yozishdan oldin birinchi yozadigan gapimiz irohan. Irohan nima bo'libdi ekan? Irohan kona deb olamiz. Ya'ni o'zgarishning sababi kyonaye voninin 크게 두 가지가 있다. Shu. Bu nima degani? Bunday o'zgarishning sababi asosan ikkitasi bor. Bizda ikkita bo'lgani uchun ikkita deb oldim. Agar siz yozayotganingizda 3 ta 4 ta bo'lsa, se gaji, ne gaji desangiz ham bo'laveradi. Yokida buni yozmasdan voninin deb olamiz. Tango katta. Quyidagicha degan. Xo'p, birinchisi 첫째는 degan. Birinchisi zapita K-pop의 인기가 확산돼서 deb olamiz. K-popning 인기가 확산되어서 ko'ryapsizlar, 확산 deb qo'ygan. Men buni fe'lga o'zgartirib oldim. Ya'ni mana shu narsa bo'lgani uchun 공연 횟수 oshdi deyishim kerak endi. 공연 횟수가 증가했기 때문이며 sababli bo'lib ko'rdinglar. Gapni shunda to'xtatib qo'ymadim. Sal qiyinroq gap tuzamiz. Birinchisi dedim, undan keyin ikkinchisiga o'tamiz. 공연 장소. 둘째는 ikkinchisi 공연장 수가 늘어나서 oshgani uchun 공연 tomosha 접근성, ya'ni shu ko'rish, erishish foizlari deydi. 접근성이 접근성이 올라갔기 deymiz. yo'q, 접근성이 증가했기 때문인 것으로 보인다. oxirini shunchaki 때문이다 deb tugatsam bo'lardi. Sal qiyinroq qilib yozdim. Shu sababli desa bo'ladi deb. 자, 여러분, shu yerda tugaydi video. Hammaga foydali bo'ldi deb umid qilaman. O'zingiz ham harakat qilib ko'ring. Shunga o'xshash grafiklar juda ham ko'p. Google'ga kirsangiz mashq qilib ko'ring. Videoda o'rgangan so'zlaringizni yozib olib yodlang. hammaga rahmat. 안녕히 계세요. 좋은 하루 되세요.